Aytganimda opa mana 1 yilga olsangiz 100 ming dollar, 8300 dollar qo'shib qaytarasiz. 2 yilga ham 8300, 3 yilga ham 8300, 4 yilga bo'lsa 8400 bo'ladi. 5 yilga 8500 ming, 6 yilga 8700, 7 yilga 8800 bo'lyapti. Xo'p, sizlar 7 yil muddatga oldinglar, oylik to'lovingiz 1930 dollardan chiqdi. Mana 1930 dollardan chiqdi. Grafiklarni ham chiqarib berdi, bank ham chiqarib berdi. Xo'p, mana 100 ming dollar. Plus ishimiz qanaqa bo'ldi? O'sha ikki og'iz aytib ketsanglar bo'ldi. Tez bo'ldi, ishlari o'rtalab 5 kunda ishlari hal bo'lib ketdi. Kreditlari yo'q ekan, shunda uylarni garovga qo'ydilar, ishlarni bitirib berdi. O'rtalab agar sizlar ham navoda baland foizdan olgan kreditinglar bormi yoki kredit yengilamoqchimisiz, любой narsani hal qilib beramiz. O'rtalab zaloginglar tortsa bo'ldi, garov evaziga turar joy, noturar joy qo'yib bersanglar bo'ldi. 30 ming dollardan 500 ming dollargacha valyutniy kreditimiz boshlanadi. O'rtalab qoldiq summaga 8.3% dan 9% gacha примерно aylanadi. Bu ostatga summa. Ostatga summa nima degani? 100 ming dollar olsangiz 1 yilga 8300 dollar qo'shib qaytarasiz. Xolisada so'mda variantimiz bor. Pastda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib ma'lumot olsanglar bo'ladi. O'rtalab bosinglar gazini opa, yaxshilik ishlatinglar, ishlarga rivoj.